Bugun kechga tayyor turing. Hozirgina e'lon qilindi. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ying. Diqqat qiling, bugun kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatida va kechga tomon Buxoro va Navoiy viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol 7-12 metr/sekund tezlikda esadi, ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda ba'zida 20-25 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat 20-25 daraja iliq bo'ladi. Poytaxtimizda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. Kechga tomon 10-12 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat 22-24 daraja iliq bo'ladi. Tog'li hududlarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat 12-17 daraja iliq bo'ladi.